Dasturxon va uyingizni neobычно bezatmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Sharikni olib, ichiga sizga hadya qilgan gullardan solib, suv bilan to'ldiring. Morozilkaga muzlatib olib, videoda ko'rsatilgandek ichimliklaringizni prozrachniy idishga solib, ushbu gulli muz sharikchalari bilan bezatib chiqing. Sevgilingiz hadya qilgan gullar ko'proq tursin desangiz, ularni videoda ko'rsatilgandek kesib, shoxlarini teshib chiqing. Suvga muz bilan shakar solib qo'ysangiz, uzoq muddat sizni xursand qilib turadi. So'lib qolgan gullaringizni tashashga shoshilmang. Yaproqlarni ajratib, duxovkaga qo'yib quritib oling. Qurib chiqqan yaproqchalarni mana shunday xaltachalarga solib, 1-2 tomchi aromatizator tomizib, uyingiz va kiyimlaringizni orasiga qo'yib chiqing. Ikkinchisi, oddiy shamlarni bug'li vannachkaga eritib olib, gullaringizni videoda ko'rsatilgandek kesib, orasiga zubachiska qo'yib chiqing. Eritilgan sham ichiga har bitta atirgullarni botirib oling. Ustidan yaxshi ko'rgan duxiylaringizni sepib, banachkaga solib qo'ysangiz, rimolaringizni oldini chiroyli qilib xushbo'y hid taratib turadi. Aromatizatorlaringiz tugab qolgan bo'lsa, ichiga tuz, kiyimlaringiz uchun xushbo'y konditsionerdan solib qayta ishlating.